Hammaga assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Zenix bolalar. Bugungi videorolikimizda biz 600 Bitcoin bilan Bulldrop Airdrop case ko'ramiz. 600 Bitcoinni qancha Bitcoin qilar ekanmiz bolalar. Xo'p bolalar, sizlarga aytganimni reklama qilib ketaman bolalar, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda har kuni promokodlar tashlayman. Kuniga 5-6 ta promokodlar tashlayman. 99 salik, Bullpass 69 salik, kamida 60 chiqarib ketasizlar. Telegram kanal silka profili turibdi. Yozishcha bilan silkasini ko'rsatib ketaman. Zenix Bulldrop salindan chiqadi. Kuniga katta promokodlar tashlayman. Xullas bolalar, videoni cho'zmasdan sразу open case kod ketamiz. Qani go. Mantadan ochamiz bolalar. Ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Zaryad yo'q chunki. Videoni tez oboramiz. 324 yaxshi. Zaryad kamligi lekin telefonim bolalar biznes xotyapti. O'zingizlar tushunasizlar, e'tibor bermaysizlar degan umiddaman. Xo'p. Bolalar, sizlar uchun mana qiziqarli bo'lish uchun 399 battara Bitcoin ochamiz. Video qiziqarli bo'lish uchun bolalar videoga like, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Xudo xolasa bugundan comeback. Endi har kuni videolar chiqaramiz deyman bilan mak. Davay, perchetkalardan tushaversa biznes bo'lardi. 16 qancha bu? 243. Chiqamiz. Xo'p, 366 balans bo'lsa, go 99 ochib ko'ramiz bolalar. 300 like bo'lishi bilan, xullas, sraz yangi video qo'yiladi. 300 like bo'lishi bilan. Har 300 like'da Bulldrop case video qo'yilaveradi. Xo'p, qancha bu? 45. Go yana ochamiz. Bitta nojlardan beri bor. Keramiklar tur, shuni qaranglar. Bu ham minus manimcha. Minus. Go endi 199 sayl ochib ko'ramiz. Mana. Kichkina xavfni ochaveramiz bolalar, chunki qolgan xavflar yedirish shansi katta. Davay bitta. Qancha bu? Minus ovozidan. Biznes minus berdi. Bu 156 Bitcoin qoldi. Hop, 156 ga qaysi sonchi bo'ladi? Kommentariyaga case yozib ketinglar, o'sha caselar keyingi videoda albatta ochamiz, lekin kattalardan yozmanglar. Normalniy caselar yozsalar ham ochamiz keyingi videoda. Hop, go. Dominic Toretto ochamiz. Ishlaydi. Browser bilet. Biznes qotyapti. Hop, ishladi, qani go. Minus bersa bola obuna like bosib bersizlar, Telegram kanaliga obuna bo'lib bersizlar. Minus bersa. Qani go, davay ochil. Yomon qotyapti. Ishlaydi. Davay. USB 537 beryapsan. Yo, 163 ekan. Yaxshi. Go upgrade qilib ko'ramiz. Go 204 qaranglar. 204 279 Bitcoinga qilib ko'ramiz. Tushmasa lekin biznes bo'ladi. Voy bilan yana bak. 279.
Davay ishlat 92% kurs so'rayapti. Ancha bag bo'lib qoldi. Davay. Bitta tushib bersa pizdes. Yur. Yur kod bila. Haromini qaranglarda. O'rtasiga to'xtab qolgan. Majburan akemni sotamiz. Go PUBG'dan o'chib ko'ramiz bolalar. Antoni degan keysdan. Tut tarixga qo'ramizmi? Qani go 170 usiga. Tonka risk bilan o'ynayapman bolalar. Zaryad kam. 170 usiga ochdik. 275 yaxshi. Qaysi tushordimi? 187 usiga bile yomon makmak bo'lyapti. Hop, 95 pul coin bor. Buni go 245 ga ochamiz. Qani go bitta mifik. Сразу video stop bilan normalni bersa. O'tib qaytdi haromi. O'tib qaytardi. Kod buldrop. 382 balans. Go 122 usiga. Bitta shunaqa miflardan berib o'rsak. Buldrop kamayib qoladimi? Davay. Bu plus mancha. 200 yaxshi. Hop, 544 bu coin bo'ldi. Yana qaytdik o'zimiz balansga. Hop, endi qaysiga sanksiya bo'ladi. Bitta bitcoin ochamiz bolalar, videoni to'xtatamiz. Chunki zaryad o'ta oz qoldi. Keyingi video 300 like bo'lishi bilan chiqadi. Lekin bitcoin kesin topilmayapman. PUBG'da yo'qmi bilet bitcoin? Mana bolalar. Sizlar uchun videoni oxiri ham risk bilan. Videoga like bosib qo'yinglar. Keyingi video tezroq chiqadi. Davay. Bitcoin bitta. Kod qildi. Hop. Mayli bolalar, sizlar bilan Zenix bo'ldi bugungi videomiz. Dahoy omadsiz bo'ldi. Hammaga xayr bolalar.